Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ishxonamizda ishlar avjida. Servis xizmatiga olib qo'ygan traktorimizni ham ponna maydalab olganmiz. Ponni motorlarini qildik. Inshaalloh endi ximiyalab, cho'tka qilib, himchisiga qilib, kraskalarni joyiga qilib, mana bu qanotlarni ham yangilab, ponni chiroyli holatga keltirib beramiz. Inshaalloh yurdi bu. Bu yoqda shuni kapotlarni ham chiroyli dizaynda qilib, ponni boshdan terib yaratganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, servis xizmatini 100% yo'lga qo'ydik. Motor, reduktor, korobka ularni ham ta'mirlab, cho'tka qilib yurg'izib beramiz. Mana bu yoqda turgan ham shu eski traktorning lami korpuslari. Inshaalloh bitgandan keyin bitta chiroyli video qilamiz. Xizmatlar bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar.